DNA Motorsga biz pul to'laganman, 26 ming AQSh dollari. Qaysi mashina shu? BYD Son Plus chempionga to'laganman. Endi har xil vajlarni aytib, poligonni boshida bahona qilishdi. Poligondan keyin ikkinchi firmamiz bor, muammolarimiz bor deyishdi. Ikkinchi firmadan ham do'ngur berishdi, Ilumi firmasidan. Lekin mashinalarimizni yetkazib berishmadi. Mana hozir sud jarayoni bo'ldi, sud jarayonidan chiqdi u. Lekin sudda endi boshida tanishuv bo'ldi. Bizni xohlagan narsa, keyin bizni shu anaqani axborot texnologiyalarini olib kirishni xohladi u. Lekin shunaqa общий yoritishimizga advokatlarning qarshiligi bo'ldi. Sizningcha bu yozma bo'lgani yaxshimidi yoki audio? Audio, video bo'lganda yaxshi bo'lardi. Hamma shaffof bo'lgan bo'lardi. 50% to'laganman. 50% to'laganimdan keyin 20 kun ish kunida olasan deylik, 20 kundan keyin Zaif Fazliddinga o'zlari telefon qilib, qolgan 50% pulini menga tashlab bering dedilar, o'sha olib kelib bering. Yo'qmasam utilizatsiyaga tushib qoladi mashina deb aytdilar. Mashinani kelgandan keyin o'zi to'lov qilishim kerak edi. Bular shu utilizatsiyani bahona qilib pulni olib olishdi, lekin olib olishgandan keyin mashina yetkazib berishmadi. Zaif Fazliddin aka ham endi o'sha 50% ni chaqirtirganlardan keyin o'zlarining firmalaridan do'g'ri DNAdan o'zlarining Ilumi firmalariga perkidat qilib, men o'zimning firmamdan senga mashina olib kelib beraman degan.